Ishdan qaytayotganingizda men yaxshi ko'rgan shokoladdan oling. Qizlarga qaramay xo'p, asl aka. Xo'p. Shokolad yurmush, shokolad yemiz, zahar yegur, bilib ishingni qil. Ha, bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Bolalarni cho'miltirdingizmi, darslarni qildirdingizmi? Cho'miltirib darslarni qildirib qo'ydim opajon. Qayerga ketyapsiz? Uyimga ketyotgandim. Pishirib qo'yibdim uyingizda hadeb, har 15 kunda kiring, ishlarni qiling. Xo'p. Uyga borarmish. Voy xudoyim. Menga qara. Bu uyda kelinsan, o'zingdan ketmagin. Cho'risan, davay xizmatingni qil. Muslima, qizim, bu yoqqa qaragin, qizim. Assalomu alaykum oyi. Mana tuzimsiz chaqirdingizmi? Nima qilyapsan, bolam? Nima qilibman oyi? Kelganingdan beri uyimizda tinchlik buzilgan, bilasanmi? Ikkita bolang bilan kirib kelding, indamadim. Uyingizga ham sig'mayapmanmi oyi? Bolam, onam kasal bo'lib qolmasinlar desang, ikkita bolangni olganda qaynanangnikiga borib xizmatini qilgan. Tushundingmi, bolam? Jahlim qiladi tag'in menga. Odamlarning orasida qilinadigan eng katta gunoh birodarlar bu zulm. Garchi kofirga bo'ladigan bo'lsa ham.